Mesela bu facialarni misal so'zlashni xolislar agar demiş ma'rif jamiyat qurulishdan burunqi mayli sizlar mayli Bartajim bo'lsin mayli Japchankam qatorliqlarniki buning hammasi shu kitobda bormi? Bu facialarni agar so'zlashni xolislar biraz so'zlamlar. Buni bunda hamda bunu so'zlashdan burun men kitobni o'qidim dedilar-ku. To'liq o'qidim. Albatta, albatta. Men kitobning kirish so'zida mana degan yerim bor. Ba'zi ahvollarni, sharoitimiz, hozirgi siyosiy vaziyatimiz sababli atlab o'tib ketdim. O'tib ketgan men yozganlar manchiga insonni ichindirsa atlab o'tib ketganlar qancha bo'lardi? Men endi qolgani qisqachaday ana shundan yashadik. Men hayotimda bek pushman qilgan ishlarim jiq emas, ammo o'sha chiqqan vaqtlarning o'zida yashdik aynan 27-28 yosh vaqtida. O kadar ümit bilan, o kadar jangovar ruh bilan chiqqan. Bu kadar uzun shuncha ishlarni bilar ekanman. Shuncha ko'p kitob o'qibdi men, necha ming balkim necha universitetni bitirgan odam bunda bir ko'p kitob o'qish mumkin emasdi balkim. Ta tug'ilishimdan tortib shaharning ichida, kindigida, xalqimizning ichida yashab cho'ng bo'libdim men. Hozirmi shundaq. Mana shu Zaytunburunda shu Uyg'urlar eng ko'p mahalani o'ttirsa yashab o'tyapman. Ammo manda uzun yashab biqishimni faqat yashab biqishim qarta faqat ideya tayyorlab qilmabman. Men 97-yil ichida ya vatanni olamiz ya o'limiz ishkining birisi deb shu bütün planim shu yergacha tuzilibdi ekan meniki. Mo'shuningga mening nayt ko'nglim yerim. Ikkinchisi shu iqtisod masalasiga men ko'ngil bo'lmabdi ekan menda. Ishlar bo'lug'liq. Pachoqlarimizga tengib chiqqan, kemerlerimizden arası kıstırıp çıkan o dollarlarımı uçup gidip yani şu can eşip kaldı. Mesela. Şu iqtisat meselesi ama köngül bölmem tikemiz. Yani şunda yaşadık şu vakitinin özüde. Hele mana bir gün ete, xuddi bir yedim buyruk yap kala. Ümit bilen aşına yaşayımızda. Yani bir kısım adamlar var. Can cehli bilen ticaret kılıyordu. Bul tapudu. İşleydi. Hazır kandak adam olsa şu vakitte özünüm şundak adamdı. Ha özüne oturmuş bilen yaşadık Allah köptü. Ama bizga o'xshash shu vatan ozod qilsa qildi. Elemanimiz, manamamiz deb shu buyruq kutib turgan odamlar azdiq. Masalan, shu Abdujabbar abim shu Nurpasha mahallasi 10-ko'rsatga vaqf qilayotgan uyini men bir yarim yilda boshqarib turdim. Haramga mangan, ayizdan kelgan, qiyinchiligi bor degandek odamlar kelsa 15 kungacha uy tepbagacha yatsın, ondan cah yatmışsın, kelgen ketkenler köp boğan degen İstanbul'a. Başkalarının paydalanсын dep, şunda degen. 8 koş karavat, bir ayrım karavat içinde 9 karavat vardı. Bazı 8, 10. 14 kişi adam bulup gittik. Baş karavatlardı. Oturup kolduk oğlu bala. Çakmaktık. Hele, mana, ana, hemmemizin işte şu bir det, şu hazret var. Şuna yaşam. Minak. Dim kaçan. Aynı işlerimizde kolumuz işe bağmaydı. Ay bu hem de bunu neme deyimiz. Aş keçelep teheccüd namazı okuyumuz. Kündüz güreş gösterenden ki naqsın taz yukarı avazı içip etip bazıda. Tamamlı. Ünalgı var. Anlayımız. Senden ayrılıp vatan, yiyen aşım aşemez. Sana telmürgen közlerden kanlar aktı yaşamaz. Yat eldeki altın mı men üçün bir taş emez. Bu derdimle anlatıp salamdan anlar vatan geldim. Şuna yaşayımız, şuna yaşadık anda. Ama miyakel, ayazdu miyatu dedi hayatım. Şundak içim puştu mesela, canım sıkıldı. Mehmet bir yere verip işleyip baktım. Vatanga Mehmet dostumu çatalga çıkıp Türkiye'de işleşke başlaptı dese, o Mehmet dostumu pul tepişki düşüptü mü dese, agap bana ölümden artık tuyuldu. Ben işlep pul tepikle çıkmadım. Benim kimliğimde bilmem de mene halkım. Şuna bilen
58 Bulvar Caddesi'ne çıkıp şu İsa Yusuf Alep'teki yolunun tutaşkan eğizida. Şu bir gün 6. ayının 5'inde. 98. yılı 6. ayının 5'inde. Pişim namazını yandım. Etrafımda 5 adam, 5 oğlu oldu. Bana bilen al. Kulağımda bile kana çıkılıp kim bile bakağışıldı da 3 katım vakadı. Bulvar Caddesi, 58. Bulvar Caddesi'de. Lık adam. Bütün adamın bunu qaraydı. Nim boğandı. 5'i yenemdi 5. Qaçıdığa ya tapamay qaldı. İzzat atıp da mısqıldı. Hiç bulmuş ülüp ketadigan janğa. Bunda ısrap bitkiçe mening jenim gap paylas. Ertesi bu gap Purkatdan bütün İstanbul'a. Ertesi biz geldi. Adaş maşinada depslenip de şunda dedim sen. Menla bizning tarixanda işlanlar aylığına $200 verek. Türkiye degan maşinda ya, chat el degan maşinda ya 6-7 dükkandan taşlap qo'yib chiqqanda o'chi. Bo'lganda ekan. Bakag'am ishlamanglar, masalan $200 beradi. Shu vaqtimizda tarixanda ishlaydiganlarniki shagird bo'lsa $2000 yuqorisi $10,000gacha ishlaydi. O'tir hisob bilan $5-6,000 ishlaydi bir oyda. O terchilar qo'yilqa xurum chapan tikadigan gibi. Dazmalchi, o'tuvchi mana. Ana tikkuchi, tugmichi öbürlükçe aşına ne çıkıl isim bakyan ko. Otur hesap bilen aşına $5,000'dan yukarısı üstüler yıllık tizlikede kalır $10,000 pul tapılga vakitli. Rahmet. 3-4 gündeki Mehmet bir de yanılap rast bakağı işlemde. Ben bakağı işlem. Şuna bilen Karımız Zekalık şirkette de bir şirket kapadı. Çemberli taşta. Mustafa Ketiç iken. 6 qavatlik bu şirket 48'deki adam bakken. Şu vakitimizde İstanbul'daki Zekalık şirketi Zegala uyuşmasının muavin başlığı iken. Yani 3 ortak varken cemi 4 ortak açkan şirket. 3 katım sordu. Bakağı işlem, rast bakağı işlem. Bakağı işlemedim. Bir yarım yıl bakağı işledim. O pullarının hemisi tükedi. Şu meningden burun şu vaqtlarda şu mende çıkıp mana qilish quli bormay, masalan birisi $50,000 pulni ko'tarib chiqib ekan, o pulni tugab ketib, o jeni ishib qilib yatıdığa yat yapamay, deniz boyutga yılık yoğun qoran taşlarının arasında yetip yaşap ekan mesela. Şunda hikayeni anlaydık. Bir yarım yıl yaşagandan keyin to'xta Mehmet do'stum, endi bo'ldi qayal. Bir $250 $500 etrafida pul kaptı. Manadan ayrılıp gelsen, yeni boldu qilmasang, menda bir qag'ishlab ochchig'ida ütüp gelsen, sen ma deniz boyutga yo'g'on taşlarning arası qalsa, qash bilan kirib ayrılıp qalsan. Angacha ben tügülüp qalagliq peyt atib qolgan adamda yo'lda maqsam da 3 bucaq mangdagan bo'lib qalagliqda. Urpuyup munda mushtilarim o'ziga tügülüp ketadigan. Şuna bilan o Mehmet do'stum To'ng'ora deydigan bo'ldi chaqib keltirib qo'yurlar. To'ng'oradash, undaq qilmanglar deyma, siz Sharq Turkiston davosini ko'tara olmagan. O biri adamның qulidan keldigan ish emas, o vatanning davosi degan nimundaq qilib olasizlar endi. Mana hech kim ketavermagan. Mehmet do'stum To'ng'ora deb ataldik. Atchiq yomon, To'ngqapoq, To'ng'ora, yana nima gaplar bor, endi chiqildilar laqamlar bu. Shuning bilan shu saqlab hech bo'lmagandan keyin oxirida biz bo'ldi. Endi vicdaningda ay bir alaysa ishladi. Xulos kelam ishladik, pul tepish uchun emas, faqat yashash uchun ishladim. Tapqan pullarimizni yana shu yo'lga ishladim. Bugungacha Allohga shukr turmushimiz normal. Ammo bu vatan davası ustida yashayapmiz. Qo'limizdan kelganini qildik. Hammani qildik. Sa'na qildi, masxar qilishdi. Masalan, o'zimiz cho'ng bilgan odamlarning qishqa bordik. Anda qilmayli, men tashkilot qurayli, bir ish qilayli dedik. 4 oylik tashkilot degan bir mavzu bor. Shunama bütün jarayonlar shunda bo'ldi. Yeni birisining qishqa bordik ba'zida. Ma sizlardan boshqa odam yo'q, anda-mandaq. Xo'sh. Bu siyosiy davomi yaxshi, mana politik siyosat bir qo'ldan chavoq chiqmaydi, ma siyosiy davomi ma shaklda maqsun. Ammo yana bir jihatdan bizning kemindaq qoralliq qismimizmi bo'lsin, bunda ish qila oladigan bunda deb ekanman.
Şunda oturup gitip atrafıdakilerge bu Macara perestler. Macara perestler. Macera degen gap nima? Mana nusxası var ekanda. Жаңызымын деген Xitoy Afrikadagi falan davlatga bordi ekan. Bizning bayraylı desek bir binasimizmi yo'q. Agar hal qiladigan ish bo'lib qolsa dedik. Desak, so'rab boqinglar Mehmet Do'stunning pul tugab ketibdimi debdi. Deb shuna gap angladik mesela. Biz shu o'zimiz biladigan odamlardan so'raymiz atrofimizda. Xo'sh. Ma Lepton degan Xitoy Turkiyaga keladi ekan. Xitoyning tashqi ishlar ministri. Sayahatdan keyin nuqtaliq Sultan Ahmad qator yerni aylantirdi ekan. Sayahat qiladi ekan. Bunday ahvol. Men bor dedim. Bir o'ylan kelibdi. Kechdi. Mehmet Do'stun dedi. Pulingiz tugab ketdimi dedi. Men asli lazım dedim. Men yolg'iz bo'lgandan keyin qo'limdan kelmaydi ba'zi bir ishlar. Bu bunda o'tib ketmaydi dedim. Mina yaşadık. Men her vaqt Sharqiy Turkistonning bir nafar jangchisi deb yashadim o'zimda. Hozir men shunday yashayman. Chunki men Sharqiy Turkistonning bir nafar jangchisi. Bir askar. Ama anda desak Mehmet Do'stunning pul tugab ketibdi deb atgan, puling mana desak pulingiz tugab ketibdimi deb atgan. Bu qalayli desak bir o'tirda bir ish qilayli deydigan odam yo'q. Bu can eşip kılıvatkan, andın hakaretlik çidimay berip ayad ülüp biravatkan şeydi bulavatkan mesela. Abim kahvalda. O mellam üç boyacak bulup manda men toğ orup alganım hem desem manda ülüp ketken adamda mı bayene. Demek ki bu bizdeki adamlarga normal da yani. Xo'sh, xo'sh. Muşunda yaşadık aynen. Ana qıpaq mesela aş meşalik hücum qilish vaqasi Xitoyga. Mesela şu yerda men yolg'iz emas aslida. Men tunji qatim deyilgan gap bo'ldi. Men yolg'iz emasdim. Ama bu amalga oshmadi. Ertasidan boshlab Mehmet Do'stun meşalik hücum qilmay Xitoyning olimpik meşalik hücum qilaman deb Turkiyadagi Uyg'urlarning obrazini xunuklaştırib atadi. Turkiyaning saqchilar hücum qilib, obrazini xunuklaştırib atadi. Do'konga ketdim men o'sha vaqtning o'zida Shanlik Uyg'ur market deb bir baqqal do'kon ochib vaqt. O'zimni o't yoqsam, hozir bayni Sapako'yda bir fitna. Mehmet Do'stun Allah bilan ishim yo'q dedi, dindan chiqib ketdi deb fitna taqatdi. Shuna bilan meni murtad deb o'lim hukm qilishdi. Xo'sh. Ben bu doktorxonadan chiqib uzun suzib ketgan igizbaschilikda bola muddatdan burun tug'ildi. Maryam ismli qizimiz. Aşağıda o'lib ketdi. Yana menga keldigan ajal o qizimizga keldi. O'ldi. Bu qizimizning namozini bizning ma'va hozirgi Olimjon Bog'da qildi. 5-6 Uyg'ur 10 dak turkli bo'lib mazarlikda. Mazanchirlik uy mazarligida. Depne qildik. Yani bu bir canga geldi. Men ma falokat bilan, ma ishlar bilan yursam, bu murtadni o'ltirib chapamiz deb yurilgan peshimdamizdan, Istason jamidan, peshimdamizdan yenib chiqqan jamoatning orasida ayna deb ikkiga bo'linibdi. Bir qismi sen ayna murtadni qo'g'diding tarafdori bo'lding, mushishimiz deb chapasib yurishlik. Ma Xitoy konsuli viza bermasa Abduzikagacha o'sha Mehmet Do'stun degan sarang o'ziga qo'yilgan bo'lsa, viza bir sarang qo'yg'ashga bizga mana viza bermadi. Dep Abduzikga bo'lib nurishdi. Çık işler bo'ldi. Mana mo'shunda yashadim. Bu chat elde. Shuni bilan jangga kelgandan keyin, bu ahvollar bo'lgandan keyin, bu saqaygan ming bir bola bilan saqaygan bu kishi yenib ketib, bir yilga suzilib ketdi. Shu orliqda do'konda mo'g'az kechib ola deb bikaga berganda bir betdi. O yenib chiqqan bo'ldi o do'kondan. Satayli Uyg'ur desak hech kim olmadi. Keyin uqsaq ash Mehmet Do'stunniki do'kondan boshqa odamning do'koni bo'lganmas olibdi. O xatarlik adam bo'lg'ashqa, siyosiy jihatda xatarlik adam bo'lg'ashqa ziyaytib kelishdan qo'rqib o'ldim. Men $5000 chapinimni kiyib chiqib ketdim. Nima deymiz? Maltizlagan narsaning o'zidan $5000 yaraydigan narsa. Bir turklar bir do'konda bo'sh tepambachi bo'lsa, tutun puli deb $10-20 oldi shu vaqtida. Men tutun puli elish tugul, butun chapaniga $5000 chiqib ketdi. Elonlar deb
Aş vaqt bir de yig'inda 2 qatim uqtirdik, e'lon qildik, oylaq yig'inda ammadi. Axir bir qirg'izga berdi. Keyin men saqaygandan keyin ishlay desam, ish topamadim. 8-10 oy ishsiz qoldim. Şunun bilan Avropadan ba'zi bir aloqalar kelib, bu nima ish bo'lib ketib bu Mehmet Dursun nima ish topolmaydi desa, ay Mehmet Dursundan boshqa odam bo'lsa ish tutdi deydi. Bu dərtni kimga yig'lab, kimga aytay degan gaplar bor, masalan, ba'zi yerda. Shuning o'zi bir roman bo'ladi, agar iziga to'g'ri kelib qolsa, qarab. Bu ishlar. Men shunda qilib baxtım, shunda deb baxtık bu yerda jiq ishlar yolg'iz, halaqa bir ishlar yolg'iz bo'lmaydi ekan. Oxirida Asot mahkemesinde sen Şarkı Türkistan davasını kötürağım eten, demiş ki meydanda senden başka adam yok. Dep başlayan şu sotda hemen nesi değildi. Bunu hemen izip oğulmaydı. Yani biz Makuçada bir adam çekin eşip ahırık çek yetkende Maguy'nun zık toştu deydiğen bir gap. Zıkımız toştu. Ayadın devletin nazarda zıkımız toştu. Neçe zıkım toşup gitti benim. Bazı narsalarni yozaman, saqchi bugun ishga qaqammi, ertaga qaqammi deb ashunda o'tirib yozaman ham baharlaymanda. Ashunda qilib baxtim. Bir davomlashishni umid qildim. Davomlashtirilishini umid qildim. Diqqat qo'zg'ashni umid qildim. Bu jiq ishlar bor bu yerda. Xo'sh. Ammo unda bo'lmadi. Mening ziqim tushib ketgandan keyin, tushib ketavergandan keyin yani zıqı toşqandan keyin qanday bo'ldi? Oyna o'ltirishga, sukut qilishga to'g'ri keldi. Ya u yolg'iz qolgan ishning ya bir ko'zga ko'rinmaydi ekan, bir tutaqmich qilib ish qilib bo'lmaydi ekan, yar yelakchisi bo'lgandan keyin. Men hiç tushunmadim o'sha ba'zi ishlarni. Men mushu darajada xorliqda anda qilsak Turkiyaning saqchilik hujum qilib obrazimizni xunuklaştırib atayotgan, shu o'zimizni ko'ydirsak, Maguy Allah'ın yok da yüzünü köydürüp murtad edip gitti deb atkan. O qo'g'disima qo'g'diganda deb atkan. Binasi yasab Xitoy konsulluğu assam Uyg'urlarni terrorist qilib ko'rsatdi dunyoga deb atkan. Mana manda qilib o'tamiz, mana qanday qilamiz, mana manda desam, pulingiz tugab ketdimi? Pul tugab ketibmi? Men do'stim so'rab baqim deb atkan. To'g'ri dedi. Mana o'sha so'roqchilarni ko'rib, yandin, o'zing jandin, kunlarni ko'rib, bugungi kunga keldik. Turkiyada yashayapmiz. O'lmasa ariq chiqmas jon bo'lib. Shunga men muncha uzun yashab ketishimni o'ylamagan, bunda ishlarni qanday kunlarni kechirganlar degan kelganda Turkiyada. Yana ish qilib bu Yapcankan, Baratacım, bularning ko'rgan narsasini, kitob tilg'in narsasini yana otlab o'tib ketdilarmi? Deyishni xohladim. Hamda Yapcankan hayat bormish İstanbul'da. Mencha Yapcankan bilan o'zi bilan bir suhbat o'tkazsa yaxshi. Yapcankan gapini o'zi qilib bersin. Xo'sh. Ba'zi bir gaplarni men tilga olsam yaxshi bo'lmaydi. Yolg'onni ep bo'ldi, mana shu bo'lgandan keyin iziqliq. Xo'sh. Hamda Baratacım rahmatlik Mesela şu vakitden özde hem adam anda deydi, şu vakitlerin özde bu vatan davasıga bunda hizmet meselesi de şu 2001 yılgacha 2001 yılı biz Aş Mehmet Emin'in uyda tunca qatım ikki cumhuriyetimizni hatırlaş faaliyet o'tkazdik. 30'dak Uyg'ur yoshlari yig'ilib. Chet elda ikki Sharqi Turkiston davlatimizning qurilganligini xotirlab o'tkazgan faoliyatning tunjisi deb yozdim maktabga, chunki burunqisiga qarata bir material topamadim men. Ashnodan burunqi tarixda jumhuriyatlarimizning xotirlab bir faoliyat o'tkazib boqqanmi chet elda. Deb. Masalan, o siz bu vaqtida mavjud bu tashkilotlarni o'tkazmamdi? Ya o'tkazmaydi. Bu bizga chiqsak, yilda bir ikki qadam yig'in ochadi ekan. Osman Batur'un resmini çıkarırken bir katımda ya mayzı qarab tuğar resmi, ya mayzı qarab tuğar resmi, ya atqı mengen resmi, ya atının piyada tuğar resmi. Bu Şarkı Türkistan davası qilganlik bo'ldi ekan. İsa Yusuf Albetkinni xotirlash yig'ini ochdi ekan.
Bu Sharqiy Turkiston davasini qilganlik bo'ldi ekan. İsa Yusuf olibdikin demek Sharqiy Turkiston demekken, Sharqiy Turkiston demek İsa Yusuf olibdikin demekken. Başka üçüncü bir şahsı yok ekan. Mehmet Emin Buğra'nın ismi, İsa Mesut Sabir Bayqoz'un ismi kısmen intayin az sanda tilga elinip qoladi ekan. 2000-yillardan keyin Abduqodir Damollamninki, ananikin Mehmet Ali Tevfikning, Abduxoliq Uyg'urlarning ismi tilga ilinishga boshladi. 2000-yildan keyin undan birini anglab boqmagan. Xo'sh, xo'sh. Tilga ilinishga boshladi. Sabit Damollamning ismlariga xali keyin tilga ilindi u ishlar. Şu manda gaplarni manda qisqa suhbat desak, menimcha aks ta'sir berib qoladi. Şuna bu Bartajgam rahmatlikninki atlab o'tib ketishimdagi sabab Bartajgamninki fojia va kurash ichida o'tgan hayot deb Bu kitobni o'qish tarjimasi bor. 134 betlik kitap. Bir Kimga yig'ir kelmaydi, bir o'tirishda o'qib ketadi u. Uni G'ulom Zulfiqar apandim bunda Bartajgam bilan yuztarani o'ltirib og'izdan deb birishini aynan xotirlab bunda chiqargan kitap deyman u. Şuna kitapni o'qisinki, mendan yaxshi deb bilaydi. Menda maydonda 9 odam qolgandik degan mavzuda bir qadar to'xtaldim menda. Eng yaxshisi kitapni o'qisa, meniki 5% bo'lsa, kitapdan 95% chiqadi. Shuna. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun.